Bugun mamlakatimizda ta'limga doir qabul qilingan qonun va qarorlar ijrosini ta'minlash borasida astoydil mehnat qilib, natijadorlikka erishib kelayotgan soha xodimlari tizimda anchaginani tashkil etadi. Qurilishi 1982-yilda yakunlangan 784 o'ringa mo'ljallangan Ishtixon tumanidagi maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 5-umumiy o'rta ta'lim maktabida hozirda 864 nafar o'quvchi ta'lim olmoqda. Maktabda 65 nafar oliy ma'lumotli pedagog va rahbar xodimlar faoliyat yuritib kelmoqda. Ta'lim dargohida 11 nafar oliy, 14 nafar birinchi, 24 nafar ikkinchi, 16 nafar oliy ma'lumotli mutaxassis o'qituvchilar o'quvchilarga zamon talablariga mos tarzda ta'lim berib kelishmoqda. Yutuqlar xususida aytadigan bo'lsak, maktab 5 tashabbus sport musobaqalarida o'quvchilari tuman va viloyat bosqichlarida ko'plab yutuqlarni qo'lga kiritgan. Yosh avlodni har jihatdan barkamol etib tarbiyalash mamlakatimiz ertasi uchun munosib kadrlarni tayyorlashda muhim omil ekanligini teran his etgan pedagoglar jamoasi buni o'zlarining o'quvchi yoshlarining jismoniy kamolotini yanada ravnaq toptirishayotganida ham isbotlab kelishayotir. Mazkur umumta'lim maktabida bu yo'sindagi ishlar yaxshi yo'lga qo'yilgan. Maktabda sportning turli yo'nalishlari bo'yicha tashkil etilgan sport to'garagi jamoalari a'zolari tomonidan ko'plab yutuqlar qo'lga kiritilmoqda. Umid nihollari sport musobaqasining shaxmat bo'yicha o'tkazilgan turnirda 3-o'rin, yengil atletika bo'yicha kechgan bellashuvlarda tumanda 1-chi, viloyatda esa umum jamoa hisobida 2-o'rin zabt etilgan bo'lsa, sportning mini futbol turi bo'yicha tumanda 2-o'rin, stol tennisi bo'yicha tumanda 2-o'rin, qo'noq startlar musobaqasida tumanda 1-o'rin qo'lga kiritildi. E'tirofli jihatlardan biri yana shundaki, maktab o'quvchilari fan, sport va musiqa to'garaklarida ham faol. Ular 2024-2025 o'quv yilida o'tkazilgan jadidlar izidan ko'rik tanlovi respublika bosqichida faol ishtirok etib kelishdi. Biologiya va informatika fanlari yuzasidan o'tkazilgan fan olimpiadasining viloyat bosqichidagi ishtiroki ham maktabda ta'lim berishning ilg'or uslublari qo'llanilib kelinayotganini yaqqol dalilidir. Maktabda milliy va xalqaro sertifikatlarga ega bo'lgan 14 nafar pedagog xodimlar faoliyat yuritib kelayotgan bo'lsa, xususan boshlang'ich sinf o'qituvchilaridan Dilorom Abdullayeva, Xurshida Berdiyeva, Dilorom Rahimova, ona tili fani o'qituvchilari Habiba Berdiyeva, Mohidil Yadgarova, informatika fani o'qituvchisi Bahodir Eshnazarov, jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi Zarif G'iyosov, Dilshod Toshev, matematika fani o'qituvchilari Dilafruz Abdullayeva hamda Barno Xudayberdiyeva, tarix fani o'qituvchilari Rustam Aliqulov, Gulmira Payziyeva, texnologiya fani o'qituvchisi Shohida Kenjayeva kabi mahoratli o'z kasbining ustasi bo'lgan pedagoglarning ishlari maktab va tuman miqyosida ommalashtirilgan. Bugungi kunda maktabda 864 nafar o'quvchi o'qimoqda. Maktab zamonaviy o'quv dasturlari asosida jihozlangan bo'lib, bugungi kunda prezidentimiz tomonidan berilgan barcha ta'limdagi o'zgarishlarga 64 nafar o'qituvchimiz sidqidildan kirishgan. Eng birinchi o'qituvchilarga qo'yilgan majburiyatlari va talablar darajasi, ya'ni davlat ta'lim talablarini bajarish uchun toifalarni oshirish va ularga berilayotgan imkoniyatlar va sertifikatlardan unumli foydalanib va shu orqali o'qituvchilarimiz bolalarga bilim berishni zamonaviy usullardan foydalanishga kirishilgan.